Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Yarash Mazabek. Hop, bugungi mavzuyimiz nima? Bugungi mavzuyimiz DNS Domain Name System hisoblanadi. Hop, bu nima? DNS ni qisqacha qilib konverterga o'xshatishimiz mumkin. Ya'ni biz bironta bir serverni ochmoqchi bo'lsak, uni nomiga qaraymiz va brauzerga yozamiz, masalan google.com. Kompyuter bo'lsa hech qanaqa harfni tushunmaydi, u faqat sonlar bilan ishlaydi. Ya'ni IP manzillar bilan. DNS bizga ana o'sha domain, bizga kiritayotgan domainni IP manzilga o'girib beruvchi xizmat hisoblanadi. Hop, bugun qisqacha mavzuni va amaliyotni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi slaydimiz internetda manzillar bilan bog'liq muammo. Hop, birinchi saqlayotganimiz IP manzil, raqamli tizim. Har bir veb-saytning o'ziga xos IP manzil mavjud bo'lib, bu kompyuterlar uchun tushunarli raqam identifikator hisoblanadi. Masalan, 172.217.160.142. Hop, bu nima? IP manzil. Bu masalan kompyuter. Bu ishlash uchun bunga IP manzil kerak. Ya'ni bundan tashqaridan ma'lumot kelishi uchun buni xuddiki ko'chadagi uyning manzili deb olgan bo'lsak bo'ladi. Agar bunda IP manzil bo'lmasa, bu tashqaridan hech qanaqa ma'lumot ola olmaydi, chiqara olmaydi, hech narsa qila olmaydi, shunchaki yo'q odamdek. Masalan, bizning ismimiz bor, to'g'rimi? Kimdir bizga murojaat qilmoqchi bo'lsa, ismimiz bilan chaqiradi. Masalan, "Ey Mirzayi, qandaysan, yaxshimisan?" Agar ismimiz bo'lmasa va biz ko'rinmasak, u hech qanaqasiga bizga aloqaga chiqa olmaydi. Ya'ni biz unga qarab aytamiz, "Hey ortiq, qandaysan?" U esa bizga qaragan payt bizni ko'rmaydi, chunki bizning IP manzilimiz yo'q. Hop, yodda saqlash murakkab jarayon. Har bir sayt uchun noyob raqamli manzilni yodda saqlash juda qiyin va amaliyotda amalga oshirib bo'lmaydigan vazifa bo'ladi. Hop, nima uchun? Chunki hech kim mana bunga o'xshagan 172.217.160.142 degan sonlarni shunchaki esda saqlab qola olmaydi. Bu juda ham qiyin. Shuning uchun bizga DNS kerak bo'ladi. Yechim, ya'ni o'qish uchun qulay nom. Veb-sayt nomlarini ishlatishimiz bizga osonroq bo'ladi. Ya'ni 172 mana shu IP manzil o'rniga masalan google.com va ko'pchilik ishlatadigan youtube.com. Bular ko'pincha esda saqlanib qoladi va o'qish uchun juda ham oson, tushunish uchun oson, juda ham. Hop. DNS men tushuntirib berdim va yana slaydda shu narsa. DNS Domain Name System domain nomlari tizimi internetdagi nomlar va manzillarni birlashtiruvchi muhim texnologiya. Ya'ni IP manzil bilan domainni bir-biriga birlashtirib beradi. Ya'ni ism Mirzabek ana shu tartibda. Qanday ishlaydi? Bu tizim inson tushunarli veb-sayt nomlarini kompyuterlar tushunarli IP manzillariga avtomatik tarjima qiladi. Ya'ni biz tizimga kiritayotgan, postga kiritayotgan google.com ni uni IP manziliga o'girib beradi. Hop, DNS qanday ishlaydi? Sodda-sodda. Biz brauzerga kiramiz, masalan google.com ga. To'g'rimi? Hop, kompyuterim so'rov yuboradi DNS serveriga google.com ning IP manzilini. Hop, biz serverga yuboramiz. Server esa bizga IP manzilini jo'natadi. Keyin esa bizning brauzerimiz ana o'sha IP manzilga ulanadi, hech qanday domain name'ga emas, IP manzilga. Ana o'shaning uchun DNS kerak. Hop. Keyingi serverlarning iyerarxiyasi. Ya'ni root serverlar ildiz serverlar deb ataladi. Eng yuqori daraja bo'lib umumiy ma'lumotlarni saqlaydi va barcha DNS so'rovlarining boshlanishi hisoblanadi. Hop, keyingisi TLD server, yuqori darajali domain serverlari .com, .org, .uz va boshqalar. Masalan, government, ya'ni hukumatda .go deb tugaydi va boshqalar yana. Bular juda ham katta domainlar hisoblanadi. Shuning uchun ham tez topilishi oson bo'ladi. Hop,
Keyingi vakolatli serverlar ma'lum bir domenning aniq IP mazmunini saqlaydi va oxirgi javobni taqdim etadi. Ya'ni bu serverning o'zi hisoblanadi. U eng oxirida turadi va serverning IP mazmunini bizga qarab jo'natadi. Xo'p, texnikroq kirsak ichiga. Bu foydalanuvchi so'rovni qabul qilib, DNS serverlar tarmoq orqali IP mazmun topish uchun kerakli so'rovlar ketma-ketligini amalga oshiradi. Ya'ni bu yerdan bitta gap takrorlanib kelyapti. Menimcha buni 3 marta aytolman. Hop. Biz har safar masalan google.com aytish uchun oson va ko'pchilik biladi. Shuning uchun ko'pincha google.com deyapman. Hop. Keshlaydi, ya'ni bizning kompyuterimiz keshlaydi. Bu nima uchun kerak? O'qigan bo'lsak, DNS serverlar va kompyuterlar tezda so'rovlar IP mazmunlarini vaqtincha saqlab qo'yadi. Bu qidiruvni tezlashtiradi va tarmoq yukini kamaytiradi. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, kompyuterimiz ma'lum bir vaqtga o'z xotirasiga bu ma'lumotlarni saqlaydi, ya'ni IP manzilini. Ma'lum bir vaqt beriladi, o'sha vaqt mobaynida saqlaydi va o'chib ketadi. Keyingi safar yana so'rab yuborganimiz kechdan ma'lumotni olib beradi va o'chgandan keyin qaytib serverga so'rov jo'natadi. DNS server uni IP mazmunini bilish uchun. Nima uchun DNS muhim? Birinchidan, internetdan foydalanishni osonlashtiradi. Ya'ni bu aytib o'tganimizdek, hech kim sodlarni o'qib o'tmasdan shunchaki google.com deb qo'yadi. Uch tarafdan oson. Tez va ishonchli ulanishni ta'minlaydi. Keshish va iyerarxik tizim orqali DNS tezkor va ishonchli ulanishni ta'minlaydi. Saytlarga bir necha sekund ichiga ulanishimiz mumkin. Ya'ni boyagidek keshlash uchun, ya'ni masalan biz begona odamga qarab aytamiz, "Ey ortiq qandaysan?" Hop. U bizga javob qaytaradi, "Ey mirzo qandaysan?" Va bizning esimizga qoladi u ortiqligi. Ma'lum bir vaqt mobaynida, masalan 5 sekund davomida masalan men unga qandaydir ortada o'tiraversam, esimga qoladi, to'g'rimi? 5 sekunddan keyin esimdan chiqib ketadi. Keyin yana boshdan oradagi odamlarga ana odam kim edi, u odam kim edi deb so'rab o'tirishim kerak. Va keshlash shuning uchun kerak. Uni odam ismini bilib olaman, keyin ma'lum bir vaqt davomida men esimda qoladi. Va birdaniga u odamga men gapira olaman. Ya'ni o'rtadagi odamga murojaat qilmasdan. Internetning asosiy infratuzilmasining muhim qismi hisoblanadi DNS. Chunki deyarli hamma narsa uni ishlashiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Chunki kompyuter bizni ishlatayotganda hech narsani ishlatmaydi. Biz ko'rayotgan masalan slaydda ko'rib turgan harflarni kompyuter tushunmaydi. Kompyuter 1 va 0 bilan ishlashni menimcha ko'pchilik biladi. Va uni 16 sanoq sistemasiga o'tkazishimiz uchun bizga o'rtada kelmay turadi. Endi u mavzuga kiritmasa ham bo'ladi. DNS bizga shuning uchun kerak, ya'ni domen nomlarini IP manziliga o'tkazish uchun. Xavfsizligi va sozlamalari. DNS security ma'lumotlar xavfsizligi, DNSsec DNSning xavfsizligi. Bu yerda ma'lumotlar xavfsizligi deb ketibdi. Domain name system security extension DNS ma'lumotlarining yaxlitligini va autentifikatsiyasini ta'minlaydi. Bu soxta serverlarga yo'naltirishni oldini oladi. Uchinchi tomon DNS serverlari tezroq va xavfsizroq ulanish uchun Cloudflare 4.1 yoki Google DNS 4.8 kabi serverlardan foydalanish mumkin. Ular ba'zan internet provayderlarining DNS serverlaridan tezroq ishlaydi. Ya'ni bu yerda biza tanish bo'lgan Google DNS haqida gapiradigan bo'lsak, Google DNS bizga saytlarga tezroq DNS manzil kompyuterimizga tezroq IP manzilini jo'natish uchun Google DNS ko'proq foyda beradi. Ya'ni o'rtadagi odamlar ko'payib ketsa, ya'ni ular bir-birini ham tushunmasa, ular sekinlashadi. Google DNS va Cloudflare nima bo'ladi? Ya'ni o'rtadagi odamlar bir-birini tushunadi.
qanday gapirish kerakligini tushunadi va bizdan berayotgan so'rovimiz tezroq bo'ladi va ishonarliroq bo'ladi. DNS kechishini tozalash. Ba'zan eski ma'lumotlar muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda ipconfig flash-DNS komandasidan foydalanish va kechishini tozalash kerak bo'ladi. Bu nima uchun bizga kerak? Kechishni tozalash. Masalan, serverning IP manzili o'zgarishi mumkin. Biz boya esimizda saqlab qoldikki, eski DNS serverga so'rov beraversak, baribir bizga javob kelmaydi, chunki IP manzili o'zgargan. Bu yerda kechini o'zgartirsak, biza promoga yana xuddi nolda o'rtagi odamlardan so'rab manzilimizga, ya'ni javob olmoqchi bo'lgan odamimizga tezroq murojaat qilish va javobni olish uchun kechib tozalab turish masalasi beriladi. DNSning afzalliklari, qulaylik. Bu ham xuddi boyagi narsa hammasi. Xulosa. DNS internetda ko'rinmas qahramoni. DNS bo'lmasa internet boshqa bo'lar edi. DNS bo'lmasa biz internetdan hozir kabi oson foydalana olmas edik. Har bir saytga kirish, uni murakkab raqamlarni kiritishga majbur bo'lar edik. Ya'ni bitta IP manzilini kiritib o'tirishga majbur bo'lar edik va bu esa katta muammolarga sabab bo'lar edi. Chunki serverning IP manzili o'zgarsa, tamom biza yana boshidan u sayt qaysi manzilda joylashganligini bilib, yana keyin uni IP manzilini bitta yozib o'tirishimizga to'g'ri kelardi. Yashin texnologiya, u bizni murakkab raqamlardan xalos etib, onlayn dunyoda biz uchun qulay va tushunarli qiladi. Har kun minglab marta foydalanamiz, lekin deyarli hech kim e'tibor bermaydi. Chunki biz har doim qisqacha saytning nomini yozib qo'yamiz va bu orqasida nima bo'layotganini qiziqmaymiz. Bu odatiy hol, chunki kimga kerak ishlab turibdi, uni orqasini bilish to'g'ri. DNS bu internet olamining yashin qahramoni bo'lib, u bizning onlayn hayotimizni zotlashlar va har kun minglab marta foydalangan muhim texnologiya hisoblanadi. Slayd tugadi. Qisqacha narsa ko'rib chiqargan bo'lsak, DNS qanday qilib ishlashini qisqacha misoldan ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga oddiygina ping buyruq kerak bo'ladi. Ping, ya'ni biza so'rov yubormoqchi va javob olmoqchi bo'lgan serverimizga, ya'ni respons olmoqchi bo'lgan serverimizga so'rov yuboradi. Masalan, ping google.com, to'g'rimi? Ya'ni biz google.comni IP manzilini bilmoqchimiz, DNS xizmatidan foydalangan holda. Bitta enter bossak, ko'rayotganingizdek ma'lumot ketyapti. 4 ta paket jo'natildi. 25% loss bo'ldi, ya'ni yutqazildi. Yo'lda qolib ketdi. Ya'ni hozir bu yoqda internet yaxshi ishlamayapti, shuning uchun. Bu yoqda nima deyapti? Bizning Linux tizimimiz 64 bayt hajmdagi ICMP paketni jo'natyapti va uni IP manzilini oldi. Ya'ni mana princip.2.23.46 IP manzilda ekan google.com serveri. Buni yana qisqacha yana masalan traceroute ko'rgan bo'lsak, traceroute masalan google.com yana. Ya'ni bu nima bizga? Oxirigacha yetsa. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsak, har bittasi boshlandi 10.15 Ya'ni biza 16 ta ko'rayotganimizda 16 ta IP manzillar keldi. Bu ya'ni nima? Bu har bittasi hop hisoblanadi, ya'ni qadamlar. Bizlarga kerakli bo'ladigan targetgacha bo'lgan qadamlar, har bittasi IP manzil
keyingisiga yuboradi. google.com mana menga, google.com mana menga deb ketaveradi. Menimcha bugunga yetadi. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ehtiyot bo'linglar.